Siz shuni iligini yashib ko'ring. Aka, shuni qo'ying, aka, oching. Qo'ying, hozir anlar qo'rqib ketadi. Endi shu ozda turibdi-da, shu bor. Och lekin zo'r bo'libdi. Ozda olsang-chi. Yo'q. Kamol aka, kelyapsiz? Voy, onasi. Yaxshimisan? Kamol aka, bo'ldingizmi? Kamol aka. Qayerdasiz? Ha, ulug'bek ham hazillashyaptilar. Choyxonadamisiz? Ha, choyxonadami? Choyxonada, ha? Yaxshi aldavardingiz, bopladingiz Kamol aka. Bo'ldi. Bo'pti, hali ko'rishamiz. Xo'p, yaxshi. Xotinlar endi qo'rqadi-da. Qo'rqish kerak emas. Nima ishing bor? Kim u desa, nima ishing bor desh kerak o'zi. Erkaklar, Botir ham shunaqa, Botirman bugun kelmadimi? Botir hozir borsangiz uyda o'tiribdi shu boru. Faqat shu xotin nazoratda-da. Xotini mayli desa keladi, bo'lmasa kelmaydi. Bunaqa bo'lish kerak emas. Odam sal erga qo'rqmaydigan bo'lish kerak. Gap degan mana shunday uradigan bo'lish kerak. Hozir ilk urdi-ku. Mana shunaqa urish kerak. Hech qo'rqish kerak emas. Ding dedimi xotin, mana shunaqa jam desh kerak. Aka, men ham qo'rqmayman xotindan, hozir qo'rqitib yubordingiz bekorga. Botir aytaman-da, shunaqa bir g'ashim keladi. Endi Botir aka ham qo'rqmaydilar, biroz hurmat qiladilar-da, aka. Hurmat, jamjalik bo'lmaydi. Bir ikki marta anaqa bo'lib, uyga borsam, shunda anaqa bo'lsa, chaqirsam xotini, "Hey, aytolman" dedi. Yana boshladingizmi, aka? Nima Botir aytolman. Qaltirab Ulug'bekka keyin gaplashamiz deb olsa-da. Telefon jing'illayapti. Kim otligan Botir? Ha, keyin qotgan ekan. Mana qanaqa gaplash kerak mana bo'padi. Ha, nima deysan? Ha, adasi qattasiz. Ha, choyxonada o'tiribman, o'rtoqlarim bilan. Tinchdingmi? Ulug'bek aka. Qattasiz? Qaravering. Bo'ldim. Voy, tushunmadim. O, yoningizdagi kim? Ha? Qamalana qotdi, qazil qotdi. Ulug'bek aka. Lokatsiya tashing chiqani. O'zingiz kelasizmi yoki o'zim boraymi? Qarang yanga. Sho'l. Mana qarang. Kelishotga kuningizni ko'rsataman. Ben xos. Qaralar, jim tursin-chi. Ko'rib jahli chiqib ketyapti. Botir mashaqa bo'lsa, Botir nima qiladi, aniq qo'yadi mana. Ha, bo'ldi, hozir ketyapman. Onasi hozir boraman, bo'ldi. Qizishmasin-chi, bo'ldi. Bo'ldi, hozir 10 minut uyda bo'laman. Deb mashaq ketadi-da. Men hozir kelaman, bo'ldi. O'tiribdilar. Hazillashuvdim, aka. Ey Ulug'bek aka, qayerga ketyapsiz? Xatya bortdan pul tashlab ketibsizmi, aka? Menimcha qaytmaylar ukam. Keling vajohatlarni ko'rdik-ku. Qaytmaylar. Hamma ayb menda.